Assalomu alaykum. Dimet tizimining hurmatli foydalanuvchilari. Ushbu darsda bemorni vaqti belgilangan bepul qabulga yozish jarayoni bilan tanishamiz. Avvalo, qabullar aktiv bo'limiga o'ting va qabulga yozuvni yaratish tugmasini bosing. Agar muassasangizda ham pullik, ham bepul xizmatlar mavjud bo'lsa, bepul yozish uchun bepul yozish tugmasini bosing. Shunda qabulga yozish oynasi ochiladi. Ochilgan oynada dastlab bemorni quyidagi usullardan biri orqali topish lozim. Hujjat bo'yicha kerakli hujjat turini JSHIR, pasport, ID karta, tug'ilganlik haqida guvohnoma yoki MedID ni tanlang. Kerakli ma'lumotlarni kiriting va topish tugmasini bosing. Muvaffaqiyatli qidiruvdan so'ng bemorning ma'lumotlari yozuv oynasida ko'rsatiladi. Agar bemorda Dimet mobil ilovasi o'rnatilgan bo'lsa, u QR kodni ochishi va sizga ko'rsatishi mumkin. Siz esa o'z navbatida MedID skaner tugmasini bosib, QR kodni skanerlashingiz lozim. Bunday holda bemorning ma'lumotlari avtomatik ravishda yozuv oynasida ko'rsatiladi. Oldingi yozuv talonidan ham QR kodni skanerlash orqali qidiruvni amalga oshirishingiz mumkin. MyID bo'yicha bu usul faqat bemor ilgari muassasangizga murojaat qilgan va suratga tushgan bo'lsagina mavjud. Bemorni suratga olish tugmasini bosing, kamera oynasi ochiladi. E'tibor bering, bemorni suratga olishda u quyidagilarni bajarishi shart. Bosh kiyimini va ko'zoynagini yechishi, ko'zlari ochiq holda kameraga tik qarashi, yaxshi yoritilgan xonada bo'lishi. Suratga olingandan so'ng bemorning ma'lumotlari yozuv oynasida ko'rsatiladi. Familiya, ism-sharif bo'yicha bu usul ham bemor avval sizning muassasangizga murojaat qilgan bo'lishini talab etadi. Bunday holda u haqidagi ma'lumotlar tizimda saqlanib qolgan bo'ladi va qidiruv muvaffaqiyatli yakunlanadi. Agar bemorni bu usulda topish imkoni bo'lmasa, hujjat bo'yicha qidiruvdan foydalaning. Chet ellik. Ushbu maydon chet el fuqarosini qidirish uchun mo'ljallangan bo'lib, bunda pasport seriyasi va raqamini, mamlakatni ko'rsatib, qidirish tugmasini bosish lozim. Agar bemor topilmasa, bemor topilmadi. Iltimos, bemorni ro'yxatdan o'tkazing degan xabar chiqadi. Ro'yxatdan o'tkazish tugmasini bosing. Chet ellik fuqaroni ro'yxatdan o'tkazish sahifasida quyidagi majburiy maydonlarni to'ldiring. Familiyasi, ismi, jinsi, tug'ilgan sanasi, pasport seriyasi va raqami, mamlakati, viloyat yoki shahar. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng bemor qo'shish tugmasini bosing. So'ng qaytib topish tugmasini bosing. Muvaffaqiyatli qidiruv natijasida bemorning ma'lumotlari yozuv oynasida aks ettiriladi. Bemor topilgandan so'ng yozuv oynasida uning ma'lumotlari ko'rsatiladi. Familiya, ism-sharifi, tug'ilgan sanasi, MedID, JSHIR, tibbiyot muassasasiga biriktirilganligi va telefon raqami. Agar bemor oldin suratga tushmagan bo'lsa, u holda surat maydonida suratga olish tugmasi paydo bo'ladi. Agar surat oldindan mavjud bo'lsa, tugma suratni yangilashga o'zgaradi va bunday bemorni keyinchalik MyID orqali topish mumkin bo'ladi. Agar bemor muassasaga biriktirilgan bo'lsa, u holda biriktiruv maydonida muassasa nomi, pastda esa uchastka nomi va oilaviy shifokorning ismi ko'rsatiladi. Agar lozim bo'lsa, bemorni muassasangizga qo'lda biriktirishingiz mumkin. Muassasa nomini bosing, bo'lim va shifokorni tanlang va bemorni biriktiring. Agar bemor hali hech qanday muassasaga biriktirilmagan bo'lsa, u holda biriktiruv maydonida poliklinikaga biriktirish yozuvi paydo bo'ladi. Agar bemorning telefon raqami avvalroq profilda ko'rsatilgan bo'lsa
yozib olish oynasida avtomatik ravishda aks ettiriladi. Agar raqam ko'rsatilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, raqam yozilgan maydonni bosishingiz mumkin. Shunda tahrirlash oynasi ochiladi. O'zgarishlar kiritilgandan va saqlangandan keyin yangilangan raqam bemor profilida saqlanadi va unga kirish ruxsatiga ega barcha foydalanuvchilar uchun ochiq bo'ladi. Bemorni taklif etilgan usullardan biri orqali muvaffaqiyatli topganingizdan so'ng, qabulga yozilish oynasining o'ng qismidagi ma'lumotlarni to'ldirishga o'ting. Oldingi qabul bo'limida oldingi qabul haqidagi ma'lumotlarni batafsil ko'rishingiz mumkin. Tashrif sanasi, narxlar ro'yxati, shifokorning to'liq ismi va to'lov holati. Agar qabul bepul bo'lgan bo'lsa, narxlar ro'yxati va to'lov holati maydonlari chiziq bilan belgilanadi. Shuningdek, agar qabul 2025-yil 31-maydan keyin o'tkazilgan bo'lsa, oldingi qabul bo'limida u haqidagi ma'lumot ko'rsatilmasligini eslatib o'tamiz. Bemorni biror shifokor qabuliga yozib qo'yish uchun uni xodim maydonidan toping. Xodimni ism-sharifi, xona raqami yoki mutaxassisligi bo'yicha topish mumkin. E'tibor bering, ushbu maydonda tizimda faqat shifokor roli bo'lgan foydalanuvchilar ko'rsatiladi. Xodimni izlayotganingizda qabul navbatidagi bemorlar sonini va shifokor bugun nechta talonni ko'rib chiqqanini bilib olishingiz mumkin. Keyin tugmachani vaqtga yozib olish holatiga o'rnating. Sanani belgilang va tanlangan sana uchun bo'sh vaqtni tanlang. E'tibor bering, bo'sh bo'lmagan vaqtlar kulrang rangda ko'rsatiladi. Ularni tanlash imkonsiz. Bo'sh vaqtlar to'qroq rangda ajratib ko'rsatilgan va ularni tanlash mumkin. Agar uyga chaqirish talab etilsa, uyga chaqirish maydoniga belgi qo'ying va chaqirish sababini ko'rsating. Yozuvni yakunlash uchun qabulni qo'shish va talonni chop etish tugmasini bosing. Yaratilgandan so'ng yozuv yaratildi bildirishnomasi aks etadi. Zarur bo'lganda chop etish tugmasini bosib, talonni chiqarib olishingiz yoki qabulni bekor qilish tugmasi orqali qabulni bekor qilishingiz mumkin. Qabullar uchun yaratilgan barcha yozuvlar qabullar aktiv bo'limida ko'rsatiladi. Kerakli yozuvni quyidagi parametrlar bo'yicha topish mumkin. Bemorning familiya ism-sharifi yoki tibbiy karta raqami, qabul qilish sanasi, qabul qiluvchi xodim, bemorning jinsi, qabul qilish joyi, qabul holati. Shu bo'limni o'zida talonni chop etish va qabulni bekor qilish tugmachalari yordamida talonni qayta chop etish yoki bekor qilish mumkin. Shuni eslatib o'tamizki, qabul bekor qilinganda bekor qilish sababini albatta ko'rsatish kerak. Tabriklaymiz! Bemorni vaqti belgilangan bepul qabulga yozdirish jarayoni bilan tanishib chiqdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat!